Yangi 2026 yilgi Chevrolet Tahoe. Bu zamonaviy texnologiyalar, qudratli dvigatel va hashamatni o'zida mujassam etgan premium darajadagi suv bo'lib, import variant sifatida bozorda katta e'tibor qozonmoqda. Tahoe o'zining yangi dizayni bilan yanada agressiv va jozibali ko'rinishga ega. Old panjarasi kengroq, LED faralar esa nozikroq va zamonaviy shaklga ega bo'lib, avtomobilga kuchli yo'l harakatida o'ziga xos obro' bag'ishlaydi. Salon ichki qismi hashamat va qulaylikning namunasi. 2026 Tahoe'da katta 7 dyumli markaziy sensorli ekran, 11 dyumli raqamli asboblar paneli va yangi Google integratsiyasi bilan multimedia tizimi mavjud. Premium teri bilan qoplangan o'rindiqlar, 3 zonali iqlim nazorati, panoramali tom va ilg'or akustik tizim har bir safarni yanada yoqimli qiladi. Dvigatel variantlari ham kuchli, 5.3 litrli va 8 motor 355 ot kuchi ishlab chiqaradi. Yuqori versiyada esa 6.2 litrli va 8 dvigatel 420 ot kuchigacha quvvat beradi. Shuningdek, yangi 3.6 litrli Duramax turbo dizel varianti ham taklif qilinadi. U tejamkorlikni ustuvor biladiganlar uchun mo'ljallangan. Barcha variantlar 10 pogonali avtomatik uzatma va to'liq g'ildirakli haydov tizimi bilan birga ishlaydi. 2026 Chevrolet Tahoe xavfsizlik texnologiyalarida ham ilg'or. Unda avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turuvchi yordamchi, kor joyini kuzatuvchi kamera va adaptiv kruz nazorati kabi funksiyalar mavjud. Bu modelning yuk joyi ham juda keng, orqa o'rindiqlar buklanganda yuk hajmi 3000 litrga yaqinlashadi. Shu sababli Tahoe nafaqat oilaviy sayohatlar uchun, balki uzoq masofali sarguzashtlar uchun ham ideal tanlovdir. Yangi Tahoe yo'lda qudrat, ichkarida esa hashamat va texnologiyani taqdim etadi. Chevrolet bu model orqali yana bir bor premium SUV segmentida o'zining kuchli o'rnini isbotlamoqda. Import variant sifatida 2026 Chevrolet Tahoe nafaqat kuch va dizayn, balki yuqori darajadagi haydash zavqini istaganlar uchun yaratilgan.